Ayb menda emas, mahsulotimni reklama qilishim kerak. Ishim shu meni. Mantiqasxonda qovoq pishiramiz. Qazxonga qovoq teramiz. Bay, buncha chiroyli qovoq bu. Rangini qaranglar chiroyliligini. Qishda, yanvarda shunaqa qovoq topish vashi zo'r, a? Ana, qovoqning ustidan shakar sepamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buncha chiroyli, buncha chiroyli. Suv ham kakras qaynab turibdi. Buni qaranglar, bay. Buni ustidan qovoqni qo'yamiz, yopamiz. Roppa rosa yarim soatdan keyin bizani shiringina qovog'imiz tayyor bo'ladi. Parda pishgan qovoqlarimiz va nihoyat tayyor bo'ldi qarindoshlar. Ancha yaxshi sovibdi qarindoshlar. O'sha uchun qo'lda bemalol olyapman. Ustidan asal sepamiz. Qani, ana, bu chiroyligini. Bilaman, beremenni ayollarni ko'rasizlar, qarg'amanglar faqat. Ayb menda emas, mahsulotimni reklama qilishim kerak. Ishim shu meni. Eng zo'r joy, eng qistiradigan joy. Ana. Yong'oq olamiz va bay. Buni shirinlagan, ha. Voy. Kim bu video soat nechida ko'ryapti? Kommentariyga yozib ketinglar qarindoshlar. Soat 3 da chiqqan bo'lsa bormi? Kechki payt 3 da shu video chiqib, shuni yegilik kelayotgan bo'lsa, shuni men o'zimga mos qilib mana shuni olaman va mana. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, rasi zo'r. Super. Bu ham super qarindoshlar. Obizatini qilib ko'ringlar buni. Va albatta qarindoshingiz ko'rsatgan mantiqasxonni qilinglar, shunda zo'r chiqadi. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasxonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib mantiqasxonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.